Estaizu billah. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va ammatukum va khalatukum va banatul akhi va banatul ukhti. Ya'ni musulmon kishi uylanishi mumkin bo'lmagan ayollarni Alloh taolo sanab berdi. Sizlar uchun onalaringiz, qizlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukani qizlari, opa-singillaringizning qizlari harom qilindi. Endi bir kishi ayoli o'tibmi, ikkinchi ayolga uylanishi mumkin yoki ayoli bo'lib turib ikkinchi xotinga uylanishi mumkin. Keyingisi otaning xotini, o'gay ona. Astagfiru billah. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Bugun mahramlar haqida gaplashamiz ko'proq. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang. Hozir aytganimizdek, xotini o'lib turib uylangan ayolmi yoki onasi tirik bo'lib turib boshqa ayolga uylanganmi, shu yigitning otasi masalan. Magar ilgari o'tgan bo'lsa, uylangan bo'lsangiz Alloh avf etar. Endi yana o'g'ilning xotini, kelin. Astagfiru billah. Va halailu abnaikumul ladina min aslabikum va an tajma'u baynal ukhtayn illa ma qad salaf innalloha kana g'afurur rahima. Oyatda o'qiymiz. Yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning ayollariga ham uylanishlik harom qilindi. Kelinga uylanib bo'lmaydi. O'g'il o'lib ketgandan keyin ham. Kelin bo'ldimi? Kelin bo'ldimi? Qaynota uchun bu kelin o'lgunicha mahram bo'ladi. Uylanishi mumkin emas. O'g'lini ayoliga uylanishi mumkin emas. Hamda opa-singil almashtirishingiz, ya'ni birini taloq qilmasdan turib ikkinchisini ustiga olishlik. Opa-singilni jamlab bo'lmaydi. Ammo opasiga javob berib turib turmush kelishmasa, singilisiga uylanishi mumkin. Bittasi qo'lingizda bo'ladi. Bir vaqtda o'zida opa-singil sizni qo'lingizda bo'lishligi mumkin emas. Yana xotinining onasi, qaynonasi. Va ummahatu nisaikum, ayollaringizning olalari ham harom qilindi. Boyaga aytganimizdek, qaynona harom bo'ladi uylanishlikka. Keyingisi xotinining qizi. Ya'ni bir xotinga uylandi, boshqa eridan bo'lgan qizi bor. Siz uchun o'gay qiz. Xotinining qizi, boshqa eridan bo'lgan qizi. Astagfirullah. Va rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Jinsiy aloqada bo'lgan xotinlaringizning tarbiyangizda bo'lgan qizlari, ya'ni boshqa birovdan bo'lgan qizi. Agar xotinlaringiz bilan jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lsangizlar, ularni taloq qilgandan keyin avval erlaridan tug'ilgan qizlariga uylansangiz, sizlar uchun gunoh yo'q. Bir ayolga uylandingiz, o'gay qizi bor. Agar shu ayol bilan jinsiy aloqa qilinsa, bu qiz mahramga aylanib qoladi. Mumkin emas keyin uylanishlik. Xuddi boyaga aytganimizdek, kelinga uylanishi mumkin bo'lmagan edik. Endi bu uylangan ayoliga yaqinlik qilmasdan turib talog'ini bersa, uni qiziga uylanishi mumkin bo'ladi. Mahramlar 3 turli bo'ladi. Xotin, nasab mahramlari va qarindosh urug'chilik, quda andachilik mahramlari. Xotin, nasab mahrami va qarindosh urug'chilik mahramlari. Mana endi batafsil ko'rib chiqamiz bularni. Birinchisi xotin. Mahram bu shunday bir ayolki, unga qarashingizda gunoh yo'q. Ammo mana shu qarashlikning ham o'ziga yarasha odobi bor. Ayrim noto'g'ri tushunchali odamlarda mahramni har qanday qilsak qarasa ham bo'laveradi degan fikrni gapiradi bular. Bu noto'g'ri. Biz hozir aytib o'tdik, nasab mahramlari bu ona, qiz, opa-singil, amma xolalar, aka-uka va opa-singillarning qizlari, jiyanlar. Endi mana shu biz aytib o'tgan hozirgi nasab mahramlarga faqatgina ularni xizmat kiyimida turganda qarashimiz mumkin ularga. Demak, nasab mahramlarga qarashlik mana shu kiyimlarda bo'lganda bo'ladi va unda ham o'zining yarasha odobi bor. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi.
Nur surasida Astagfiru billah Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar va farjlarni saqlasinlar. Ana shunday qilish ular uchun eng pokiza yo'ldir. Albatta Alloh sizlar qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Ko'zni tiyishlik bir narsa, o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlik bir narsa. Ko'zni tiyish birodarlar nomahram ayollardan bo'ladi. Nomahram ayollarga qarab bo'lmaydi. Ammo o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarash mumkin. Endi o'ziga mahram bo'lgan ayollarga qarashlikdagi odob shuki, tikilib qaramaslik. Shubhani keltirib chiqaradigan holatda nazar qilmaslikka to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizni ayolingizga xohlaganda qarang. Ammo mahram bo'lgan, nasab mahramlari bo'lgan ayollarga o'zingizga, xotiningizga tikilganda tikilib qarashingiz mumkin emas. Keyingisi nomahram ayolga nazar solishlik mutlaqo mumkin emas. Ammo to'satdan ko'z tushib qolsa, darrov olib qochiladi, bunga gunohkor bo'linmaydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mo'minlarga ayting, ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Bundan shuni tushunamiz. Qarang, Alloh taolo farjlarini saqlasin deyishdan avval ko'zlarini tiysin dedi oyatda. Ko'zlarini tiysin, farjlarini saqlasin. Demak, farjni saqlashlik, zinodan tiyilishlik avval ko'zni tiyishlik bilan bo'ladi. Kishi ko'zini tiysa, demak zinodan tiyiladi degani. Kishi ko'ziga erk bersa, zinoga ketib qolishiga yo'l ochiladi degani. Mana endi qarindoshchilik mahramlari, xudoandachilik mahramlari bular haqida nima deyilgan? Agar otani ayoli yosh bo'ladigan bo'lsa, shu otani yosh o'g'li bu ayol bilan, ya'ni bu o'gay onasi bilan bir xonada yolg'iz qolmasligi kerak. Endi shu o'g'ilning ayoli bilan bu o'g'ilning otasi, qaynota ham yolg'iz qolmasligi kerak. Lekin shariat bu birodarlar. Qaynota bilan yosh kelin bitta xonada yolg'iz qolishligi shariatimizda ruxsat berilmagan bunga. Kelinoyasi yolg'iz turgan bo'lsa, qaynukani kirishligi haqida payg'ambarimizdan so'rashdi. Uyda hech kim yo'q, kelin o'zi turibdi, qayn aka qaynuka keldi. Hech kim yo'q boshqa. Na bolasi bor, na bir o'zi bilan biror yetalab kelgan. Al-humu deb so'rashdi payg'ambarimizdan. Kelinni oldiga kuyovni akasi yoki ukasi yolg'iz holda kirish haqida so'raganida Rasululloh al-humu maut deb javob bergan. O'lim deb javob bergan. Endi qarindosh mahramlar. Agar nasab mahramlari bo'lgan yigit va qiz agar tabiatida buzuqlikka o'xshagan narsa bo'lsa, bular ham yolg'iz qolmasligi kerak. Chunki hozirgi kunda ma'lumotni juda ham ko'pligi, ma'lumotga yetishligini yo'llari juda ham oson bo'lib ketganligidan balog'at yetmagan yoshlar bilish kerak bo'lmagan ma'lumotni erta bilib olyapti. Shuning uchun mana shu narsaga rioya qilishlik kerak. Hatto qarindosh mahramlar bilan ham yolg'iz qolmaslikka harakat qilaverishlik kerak, xilvatda, toki bir noto'g'ri bir holatlar yuzaga kelmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hamzani qizi haqida so'rashdi. Ya'ni payg'ambarimizga Hamzani qiziga uylanmaysizmi deyshti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu bitta onani emishgan edi. Amakisi yana emikdosh akasi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Yahrumu minar rozoati ma yahrumu minan nasabi." Nasab orqali nima harom bo'lsa, sut emishlik orqali ham harom bo'ladi. Ya'ni bu aytdik, nasl nasab sizga mahram bo'lgan odamlarga uylanishingiz harommidi? Endi sut emishlik orqali sizga singil opa bo'lib qolgan ham harom bo'ladi. Shuning uchun bola boqib olishlik masalasida aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bola boqib olindi, sut emishlik muddati 2 yil. Shu 2 yil ichida boqib olgan onani emsa, sut chiqsa albatta endi,
shu ayolning qizlariga bu boqib olingan bola mahram bo'ladi. Agar o'g'il bo'lsa, agar boqilgan qiz bo'lsa, o'g'il bolalarga mahram bo'ladi. Yoki eng kamida bir ayol bolani boqib oldi, emizmadi. Balog'at yetganda bu bola nomahram bo'ladi boqib olgan enasiga. Shuning uchun singlisi bordir ehtimol sut emizadigan holatda. Xolasini borib emib qo'ysa, sut orqali ona bo'lganning opasi bunga ham xola bo'lib qoladi. Ya'ni nasab orqali mahram bo'lgani kabi bir onani emishlik sut sababli ham bir-biriga